Assalomu alaykum. Sifatni juda yaxshi ko'radigan ishlab chiqarish rahbarlari Kaizen, Lean Production, ya'ni tejamkor ishlab chiqarishda sifat jarayonda yaraladi degan narsa bor. Bizning kompaniyada ham xuddi shunaqa sifatni jarayonda o'zida ta'minlab borilishi kerak. Shu kunlarda biz sifat bo'yicha sifatni ta'minlash bo'yicha jarayon ketma-ketligini yangiladik. Mayda-mayda detallarigacha yozilgan bu yerda va mayda-mayda detallar mahsulotni sifatli bo'lib chiqishida qayerlarni tekshirish kerak, kim tekshirish kerak, qachon tekshirish kerak, nima uchun tekshirish kerak va qayerga yozib borish kerak. Hammasi mayda detallarigacha yozilgan. Yapon tili va ingliz tilida yaratildi. Bu narsa deb ham yangilanavermaydi, lekin imkoni boricha bir yilda bir marta qayta ko'rib chiqiladi har biri. Qayta ko'rib chiqilgan narsalarda albatta shu jarayonni takomillashtirish ehtiyoji tug'ilganda narsani takomillashtirish, ya'ni kaizen qilish, ta'minlash uchun kerak bo'ladi. Jarayonlar sekin-sekin hammasi to'planib borib turib, yakuniy mahsulotda o'zini aksini ko'rsatadi va yakuniy mahsulotda jarayondagi sifat nazorati ta'minlanganligi uchun mahsulot ham sifatli bo'lib chiqadi. Yana bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Hozir ko'rsatgan bu sifatni ta'minlash uchun ishlar ketma-ketligi degan hujjatimiz Toyota Production System'da Total Quality Control sistemasidan olingan. Total Quality Control sistemasi bilasizlar, dunyoga juda mashhur Toyota'niki. Endi xuddi o'sha sistemada biz ham yaratganmiz. Bugungi kungacha hozir foydalanib kelinadi. Juda samarali usul. Bunga ham masalan ehtiyoj tug'ilganda yoki bo'lmasam kimdir qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, tugatishdan qaytish yo'q. Imkoni qadar foydamiz tegadigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. Beylar qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Sifatli mahsulot chiqishi uchun har narsa qilishga tayyor Norwich kompaniyasi.